Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun ko'rsatadigan mashinamiz BMW X3 uchinchi avlod X-Drive Sport motor 2.0 motor. Yaxshi ideal mashina. BMWni yaxshi ko'radigan akalarimiz o'zi juda yaxshi biladi. Ta'riflab o'tirish shart emas. Mashina yaxshi klass holatda. Ko'rib turganlaridek salon holati mana ko'rib turganlaridek sport rejim, rul, kontrollar, hamma narsasi bor. Monitorlar ideal. 360 kamera. Multimedia chakli kurslari, sport rejim, komfort, eco rejim, avto hold, parking, hamma narsasi bor. Ko'rib turganlaridek engine start stop, signallar, sug'urtadi, isitadi, hamma funksiyasi bor. High pace, black box, bullets, hamma narsasi bor. Panorama tom. Mashina yaxshi ideal holatda. Ko'rib turganlaridek mashina klass. Bugun havo mana yomg'ir ham yog'ib, yurishlarni tinmay mashina. So'rasizlar, BMWni yaxshi ko'rgan akalarimizga shunday tashlab jo'natib. Narxiga kelsak, 55.500.000 won. 28.000 kilometr yurgan mashina. 2023-yil. Mashina yaxshi ideal holatda. Hech qayerda urilmagan, qirilmagan, turtilmagan, avariya holati yo'q. Yaxshi klass mashina. So'rasizlar. Rahmat.